Assalomu alaykum, bizni kuzatib turuvchi aziz obunachilar. Bugun sizlarga eksklyuzivniy xonadonlardan birini obzorini qilib ko'rsatamiz. Yakkasaroyda joylashgan Golden House, ya'ni Parisen deb nomlangan jiloi kompleksimizda bo'lib o'tadi. 4 xona 4-etajda joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yaxshi niyat bilan videomizni boshida bitta like qizartirib qo'ying. Sizga ham, menga ham, hammamizga shunaqa uylarga, yangi yillarga kirib, ko'chib yashashlik nasib qilsin. Hozir biz zal qismimizda turibmiz. Zal qismimizga ham yaxshilab ahamiyat berasiz. Juda ham prostorniy qilingan 8 talik stol stullari, yumshoq mebellarimiz. Bu uyimizda hamma narsamiz eksklyuzivniy olib keltirilgan. Bu yoqda esa lustramizni qarang, qanaqa uyimizga, ya'ni zalimizga juda ham chiroyli bezak berib turibdi. Bu yoqda esa televizorli zonamiz, komodlari va bu yoqda jurnalli stullarimiz va dekorniy mahsulotlarimiz bor. Ko'rib turganinglardek juda ham fayzli xonadonimiz. Kelinglar, endi sizlarni birma-bir uy bilan tanishtirib chiqaman. Podyezdimizdan kirdik. Kirganimizda bu yoqda bizni stroyniy shkafimiz bor, krashinni qilingan. Mana bu gilamlarimiz ham eksklyuzivniy olib keltirilgan. Mana shu uyda ko'rasiz, boshqa xonadonda umuman ko'rmaysiz. Bu yoqda esa bizning zerkalli kattagina oynalarimiz bor. Yuringlar, oshxonaga bitta kiraylik. Xo'p, oshxonaga kirganimizda bizda mana bunaqa 4 talik stol stullarimiz, yana zerkal oynalarimiz va bosh texnikalari ishlatilgan. Bu yoqda esa pastuda moykamiz ham bor. Juda ham eng sifatlisini qo'yishgan mana. Gaz plitalari va bu uyimizning mexanizmi, Blum texnikalari ishlatilgan, ya'ni mana bu yoqda vitishkamiz bor. Mana shu ichkariga qilgan sababi chang bo'lib ketmaydi, shuning uchun ichkariga joylashtirilgan. Bu yoqda mikrovolnovka duxovkalar bor. Uyimizda 100% topli pol bor, hurmatli obunachilar. Yana bitta narsa, bu uyimizda Aventus degan ruchkalarimiz bo'lar ekan, kraskalarimiz esa italyansk kraskalar ishlatilgan. Xo'p, endi bolalar yotoqxonasiga kelinglar. Farzandlarimizga eng ideal sharoit mana shu xonadonimizda bo'lsa kerak deyman, chunki mana ikkita juda ham chiroyli kravatlarimiz bor. Dars qilib o'tirish uchun mana bu yoqda bitta farzandimizga, nari yoqdan bitta farzandimizga, bu yoqda esa mana razvedkalar joylashtirib qo'yilgan, mana ikkita o'tiradigan stullari. Va bu yoqda o'zining shkaflari ham bor, qaranglar, va mebellarimizga ham yaxshilab ahamiyat berasiz. Eng sifatlilari qo'yilgan bu xonadonimizga. Va bu yoqda esa kattalar spalnisi o'rnida bemalol foydalansak bo'ladimi? Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli zo'r spalnimiz, matraslari bilan shkaflari va bu yoqda ayollarimiz uchun komodlari, televizorlari, xullas hamma narsamiz ideal darajada. Endi umumiy sanuzlimizni tanishtirib chiqaman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Jakuzi vannalari va smart unitazlari bor, hurmatli obunachilar. Va bu yoqda mana rakovinalari, bu yoqda esa stиральный mashinalarimiz va oynalarimiz ham bor. Xo'p, endi yana bitta kattalar spalnisiga kiramiz. Bu spalnimizda ham juda ham yorug'lik a'lo darajada. Spalnilari juda ham chiroyli biralari va dekorli zonalarimiz ham qarang, juda ham zo'r va ayollarimiz uchun bu yoqda komodlarimiz ham bor va televizorlarimiz, xullas hamma narsamiz ideal darajada. Mana bu yoqda shkafimiz ham bor. Hurmatli obunachilar, bu yoqda o'zini sanuzeli ham bor. Ikkita sanuzel, xuddi aytganimizdek, smart unitazlar, dushovoy qarang, bu ham bitta katta xona bo'lib ketganda. Xo'p, bu uyimizga narxiga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi narxda chiqqan. Albatta buni bizni Telegram kanalimizda yoki opsiyamizga kuzatib borsanglar, sizlarga to'liq ma'lumot berib boramiz. Sizlar bilan Muhibullo Madrahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.